Assalomu alaykum barchaga. Birinchi YouTube professional roligimni xuddi shunaqangi o'zgacha formatda olishga qaror qabul qildim. Bu YouTube'ni boshlashdan asosiy maqsad o'zimni bosib o'tayotgan yo'llarimni sizlar bilan bo'lishib borish va bu yo'lni dokumentatsiya qilish, ya'ni hujjatlashtirish. Bugundan boshlab har kuni xuddi shunaqangi formatda va boshqacharoq formatlarda agar tutorialda bo'ladigan bo'lsa, videolar chiqarishni boshlayman. 2019-yilda marketing sohasiga kirib kelgan bo'lsam, oddiygina o'quv markazida 1 million so'm oylikka ishlaydigan ishchi bo'lganman. Katta ofisi, katta loyihalarni, yaxshi daromadni, yaxshi networking, yaxshi atrof muhitni orzu qilardim. Xudoga shukr erishdim. Lekin shu bosqichlarga erishish davomida mana oxirgi yillar, oxirgi oylarni oladigan bo'lsak, komfort zonaga qattiq tushib qoldim. Ya'ni bir necha yil davomida o'sish juda ham tez bo'lgan, keyin o'sish 2023-yillar oxirlarida va 2024-yilda butunlay to'xtab qolganini sezishni boshladim. Bunga asosiy sabablardan bittasi bu kun tartibi buzilgani bo'ldi. Harakat qilsam ham lekin buzilishni boshladi to'g'rilashga. Shaxsiy rivojlanish to'xtab qoldi. Oldin juda ham ko'plab kitoblar o'qirdim, lekin hozir ko'p kitob o'qish to'xtab qoldi. Sport bilan juda ham faol ravishda shug'ullanardim, professional tarzda shug'ullanardim, lekin hozir sport bor, lekin juda ham passiv formatga o'tib qoldi. Va juda ham ko'plab xuddi shunaqangi formatdagi kamchiliklar tug'ilishni boshladi. Shu sababli ham komfort zonaga tushib qoldim. Endi bu narsani to'g'rilash maqsadida asosan birinchi navbatda bu narsani men o'zim uchun qilyapman, ya'ni boshqalarga ko'rsatish uchun yoki reklama qilish uchun emas. Va bu jarayonlarni to'g'rilashda, shaxsiy rivojlanishda men o'zim qo'llaydigan instrumentlarni, menga yordam berayotgan narsalarni sizlar bilan bo'lishib borishga qaror qildim. Sizlar bilan bo'lishib borishga qaror qabul qildim. Bez filtr bo'ladi, ya'ni bu yerda nimanidir qirqib tashlab, nimanidir o'chirib tashlamayman. Faqatgina foydali ma'lumotlarni berishga qaror qilaman. Demak, mana birinchi kundan boshlab birinchi navbatda to'g'rilagan narsam bu meni tongda turib, tongdan ishga kelish. Mana hozir soatimizga qaraydigan bo'lsak, soatimizda 7dan 10 daqiqa o'tibdi. Birinchi to'g'rilamoqchi bo'lgan narsam bu kun tartibi edi. Agar kun tartibini to'g'rilasam, butun hayotimdagi hamma narsalar to'g'rilanib, avtomatik tarzda to'g'rilanib ketishi aniq. Shuning uchun ham birinchi navbatda shundan boshladim va har kuni ertalab endi soat 7da ofisda bo'laman. 7gacha uyda o'zim kerakli bo'lgan vazifalarni bajarib olaman, lekin 7dan boshlab ofisda deep work bilan shug'ullanishni boshlayman. Sizda ham agar hayotingizni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam bu kun tartibingizni to'g'rilashdan boshlashingiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi qadam ofisga kelganingizda kun davomida aniq qaysi vazifalarni, qaysi tasklarni, qaysi ishlarni bajarishni bilishingiz shart bo'ladi. Buni men qo'llaydigan eng zo'r usullardan bittasi bu kun davomida qilishingiz kerak bo'lgan hamma ishlarni ro'yxat qilib yozib chiqasiz birinchi navbatda. Bugungi qiladigan ishlaringizni va ularni prioritet darajasida joylarini almashtirib chiqasiz. Ya'ni qaysi bir zadachalar, qaysi bir tasklar eng muhimi, qaysilari ikkinchi darajali ishlar. Eng muhimlarini yuqoriga qo'yganingizdan keyin o'sha vazifalarni yana bir marta ko'z yugurtirib chiqib, o'sha vazifalar orasida qaysi vazifalarni siz boshqa odamlarga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Shuni ham qilib ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Sababi mana hozir bizani hozirgi korxonamizda, hozirgi ishlayotgan loyihamizda 20 ga yaqin har xil xodimlar ishlaydi, outsourceda ishlaydi, jamoaning ichida ishlaydi. Hamma vazifani o'zim qilishim shart emas. O'sha vazifalarni tadbirkor sifatida men odamlarga topshirishni o'rganishim kerak. Agarda sizda xodimlar bo'lmasa, yordamchilaringizga topshirishingiz mumkin, shogirdlaringizga topshirishingiz mumkin. Agarda hali hech kim bo'lmasa, o'smoqchi bo'lsangiz, tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, assistent olishni maslahat beraman. Endi keyingi qadam ularni prioritet darajasida ajratib chiqqaningizdan keyin va vazifalarni kimga topshirishni bilganingizdan keyin ko'pchilik xato qiladigan bitta qadamlardan bittasi bu nima desa, bu har bitta vazifasini daqiqasigacha, minutigacha yozib chiqish. Ya'ni misol uchun birinchi ishni soat 1dan 2gacha qilaman, ikkinchisi 2dan 3gacha qilaman, to'rtinchi ishni misol uchun 5dan 6gacha qilaman deb. Bu juda ham noto'g'ri strategiya hisoblanadi. Sababi siz o'sha rejangiz buziladigan bo'lsa, butun kun davomidagi hamma rejangiz buzilib ketishi mumkin bo'ladi.
Shuning uchun men qilgan yechim, juda ham ko'p yillardan beri qilib keladigan yechim bu: birinchi vazifani olasiz, faqatgina birinchi vazifa uchun deadline qo'yasiz, ya'ni qanchada tugata olasiz. Taymer olasiz telefoningizda, taymerni yoqasiz, o'sha orqaga sanaydigan taymerni va o'sha vazifa uchun taymerni belgilab turib ishni boshlaysiz. Ishni tugatganingizdan keyin ikkinchi ishni olib turib, xuddi shunaqangi tarzda taymer qo'yib turib boshlaysiz. Taymer qayerdan qo'yaman desa, taxminiy vaqtini yozasiz. Misol uchun 1 soatda tugaydigan ish bo'lishi mumkin, 2 soatda tugaydigan ish bo'lishi mumkin. Bu yerda yoki ishni ertaroq tugatishingiz mumkin yoki kechroq tugatishingiz mumkin. Ertaroq tugatsangiz ham, kechroq tugatsangiz ham bu sizni keyingi rejalaringizga yomon, salbiy ravishda ta'sir qilmaydi. Bu juda ham zo'r ishlaydigan modellardan bittasi. Xuddi shunaqangi tartibda kun davomida hamma vazifalarni bajarib chiqishingiz kerak bo'ladi. Lekin oldingizda taymer bo'lishi kerak. Faqat bitta ishga fokus qaratishingiz kerak bo'ladi. Telefonga yoki ijtimoiy tarmoqlarga yoki sayt, aytaylik, kompyuterda boshqa saytlarga umuman chalg'imasligingiz kerak bo'ladi. Demak, men birinchi kunda mana to'g'rilashim kerak bo'lgan ikkita narsani joriy qilishni boshlayman. Demak, birinchisi bu tongda turib ofisga kelish, ikkinchisi bu har kunlik eng kamida 4 soat deep work, ya'ni chuqur ish jarayoni. Kamida 4 soat. Ko'p ishlashim mumkin, lekin eng kamida 4 soat ishlashim kerak bo'ladi. Keyingi videolarimizda sizlar bilan kitoblar haqida, sport haqida, ovqatlanish haqida, kunni kompyuterdagi applar orqali rejalashtirish haqida va foydali odatlar haqida juda ham ko'plab batafsil roliklar chiqishni boshlaydi. Hammaga xayrli kun, rahmat kattakon, sog' bo'linglar.